Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, aziz vatandoshlar. Mana inshaalloh navbatdagi darvozamizni o'rnatib bo'ldik. Xo'sh, bu darvozamizni Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Razmerlar va materiallar haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu darvozamiz 2 qavatli shumkali chechen fason darvozamiz. Razmerlari 5.40 ga, balandligi 3.30 bo'ldi. O'sha girdilari, nalishkalari bilan bo'lgan. Darvozani o'zi ichki razmerlari 2.95 ga, balandligi 2.80. Eshigi 1.17 ga 2.80. Bu necha bekalargacha qo'yilgan bu darvozamizdagi. Bunday holatlari bor. O'sha qora nechaga qo'yib berganmiz. Ochiladigan eshigi. Avvallarni ko'rishlaymiz. Shumka bo'lgan o'sha to'rli po'key bilan ustiga bir qavat stiklavata qo'yilgan, orasiga issiq sovuq ushlash uchun ham shovqindan himoya qilish uchun. Stoykalarga kelib o'tadigan bo'lsa, stoykalari o'sha bitta zamok kiradigandan tashqari hamma o'sha yuvelir bo'lgan. Orqa holat tekis bo'ladi, bu 2 qavatli holatda bo'lsa. Orqa tomoni. Bu holatda tekis bo'ladi. Zamoklar har doimgidek shu 5 tali zamok zakazga qarab qo'yib berilaveradi bu. Bu darvozani hammaga narxi qiziq. Listlari 2 qavat 2 listda bo'lgan. Jami kvadrati 20 kvadratga bordi bu darvozamizniki. 1 metr kvadratini 1.350 mingdan o'rnatib berdik. Jami so'mi 27 million so'm pul bo'ldi. Xo'sh, bu darvozamizni 35 kun 40 kun mobaynida olib kelib o'rnatib beramiz. Zakaz qiling. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, ma'lumotlar berib o'tamiz. Kanaldan yangi bo'lganlar o'sha payt yoki o'ng tomondagi yopinib tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.